Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli podpischilar. Hormanglar. Ishlar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Mana biz bugungi sizlarga qilib beradigan obzorimizni boshladik. Qani ketdi. Mana bu xonada ko'rgan bo'lsanglar, o'zgarishlar juda ham katta, ya'ni tepa taxta potolok edi, ya'ni disp edi. O'sha dispni ustidan tekis qilib gipskardon qilindi. Chetlarini ko'rgan bo'lsanglar, ayvoni bor edi. O'sha ayvonni olib tashlab, chiroyli qilib shpaklyovka qilindi. Rodbin bilan qum aralashtirib. Mana chetlarini, atkoslarini ko'ryapsizlar. Mana bu xonada ham xuddi shunaqa o'zgarish. Gipskardonlarning qoqilishini obzorini tashlaganman YouTube kanalimda. Mana tepa. Bu ham xuddi shunaqa dispida chiroyli bo'lib gipskardon qilindi. Mana chetlarida atkoslari hammasi bitgan. Mana elektrik ishlarini qilyapti. Mana bu xonaga keladigan bo'lsak, mana bismillah. Mana chetlariga plastik chetlariga qilinadigan NBOga endi qilinadi. Mana chetlariga qilib chiqilgan. Mana ko'rsanglar, mana. Keyin bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, nima o'zgarish ko'ryapsizlar. O'zingizlar ko'ryapsizlar nima o'zgarish bo'lganini. Kafel bo'lgan. Bu simon suvog'ida ko'rgan bo'lsanglar, kafel qilindi chiroyli qilib. Hamma to'pli polib isti beradigan apparat mana shu yerga joylashtiriladi chiroyli qilib. Mana razvedkalari bilan. Mana shunchaki polka bo'ladi. Mana bu polka naryoqda turadi, naryoq tarafda. Bu polka ili deraza bor, ko'rgan bo'lsanglar. Chiroyli bu narsalar qo'yib qo'yish uchun mo'ljallangan joy. Bu yerda ariston turadi. Qolgan obzorni yana remont jarayonlarida ko'rsatib sizlarga ulashib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ro'zmatjon G'ayratjonovich.